Assalomu alaykum qadrli do'stlar, sizlar bilan Tangirov Sanjar. Bugun eng yaxshi Windowslar qaysi degan savolga javob berishga harakat qilaman. Demak, bizga Odnoklassikalarga shunaqa savollar keldi. Qanaqa Windowsni o'rnatsak bo'ladi? Ya'ni eng yaxshi Windowslar qaysi degan. Aytib o'taman, hozirgi kunda eng yaxshi Windowslar bular. Birinchi navbatda Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 va Windows 8.1. Bugungi kunga kelib esa 2014-yilda eng yaxshi Windows deb topilgan Windowslar bular Windows 8 va Windows 7, Windows XP. Ayni damda bizni o'rtamizda yo'qolib ketayotgan Windows esa bu Windows Vista. Chunki oxirgi paytlarda bu Windowslarga talab juda kamayib bormoqda. Chunki Windows Vista bu Microsoft kompaniyasining omadsiz Windowslardan biri. Chunki bu programma ham Windows XP ham Windows 7. O'sha uchun bu Windowsga ba'zi bir insonlar tushunmaydi ham, ko'pchilikka yoqmaydi ham. Demak, eng yaxshi Windowslar hozir aytib o'tganimizdek Windows 7 va Windows 8. XP lar esa yaqin yillarda, ya'ni yana 1-2 yil ichida XP degan Windows umuman yo'qolib ketadi. Buni Microsoft kompaniyasi ta'kidlab o'tdi. Demak, eng yaxshi Windowslarni kompyuteringizga o'rnatishdan oldin biz kompyuterni yaxshisini sotib olishimiz kerak. Xoh u домашний kompyuter bo'lsin, xoh u noutbuk bo'lsin. Bugungi kunga kelib har xil mamlakatlardan har xil kompyuterlar chiqmoqda. Eng yaxshi kompyuterlar esa bular hozirda Acer, Asus, HP va Samsung degan kompyuterlar, ya'ni noutbuklar ham va sistemli bloklar ham. Shuni aytib o'tish kerakki, hozirgi kunda xohlagan magaziningizda yangi kompyuter olsangiz, unda Windows 8 o'rnatilgan bo'ladi. Lekin ko'pchilikka bu Windows umuman yoqmadi. Panel upravleniyalari yoki pust knopkasi umuman yo'qligi hamda kompyuterni tez qotib qolishi yoki igralar kompyuterga umuman tushmasligi va boshqa xatolari. Microsoft kompaniyasi Windows 8 ni ishlab chiqqan payti o'zlari ham ta'kidlab o'tdi, bu Windows biroz xato bo'lgan, ya'ni Windowsda ko'pchilikka yoqmagan. Keyinchalik esa Windows 8.1 degan Windowsni operatsion sistemani chiqardi. Bu esa ko'pchilik muxlislarga yoqdi, chunki unda Windows 7 ga o'xshash narsalari bor. Demak, bugungi kunda eng yaxshi Windowslar qanaqa degan savolga keladigan bo'lsak, albatta aytib o'tgandek Windows 8 va Windows 7. Yana bir eng yaxshi Windows esa bu albatta Windows XP. Bu Windowsda ishlash juda oson va juda ham kam buziladi va hech qachon igralar qotib qolishi kuzatilmaydi. Albatta sizni kompyuteringiz kuchli bo'lsa, Windows XP bu kompyuterda juda uzoq saqlanib turishi mumkin. Aytib o'tgandek, Microsoft kompaniyasi Windows XP larni olib tashlash arafasida turibdi, chunki Windows XP lar ular uchun eskirdi. Endi esa oxirgi so'z, qanday Windows yaxshi degan savolga men aniq javob bera olmayman, chunki har kimni o'zini xohishi va o'zini istagan Windowsda ishlatish shanoqasi bor. To'g'risini aytsam, men 2014-yil, ya'ni kompyuter oldim, yangi kompyuter, Acer edi kompyuterning nomi. Unda Windows 8 o'rnatilgandi. Uyga kelib, atiga 1 soat ishlatib ko'rdim. To'g'risi aytsam, umuman yoqmadi o'sha Windows 8 menga. To'g'ri, kimlargadir yoqishi mumkin, lekin meni kompyuterim qotib qoldi va umuman ishlamay qoldi va 1 soat ichida Windowsni almashtirib 7 o'rnatib tashlagandim. Lekin bir narsani aniq aytib o'tishim mumkin, bu yaqin yillarning ichida Windows 8 lar populyarniy bo'lib ketadi, ya'ni ko'p ishlatuvchi bo'lib ketadi. Qanday? Masalan, Windows 7 ga o'xshab odamlar juda ko'p ishlatadi. Chunki odamlar bunga majbur. Magazinga borasiz, yangi kompyuter olasiz va yangi kompyuteringizda Windows 8 turadi. O'zingizga ma'lumki, 90% insonlar kompyuterda qanaqa qilib Windows ni o'rnatishni bilmaydi. Ya'ni hozir aynan Windows 8 larda shunaqangi narsalar borki, Windows 7 uraman desangiz, ya'ni Windows 7 diskga yozib 8 almashtiraman desangiz, qanaqadir problemalar chiqib qoladi. Ya'ni Windows 7 ni o'rnatish juda qiyin. Agarda siz tushunmasangiz, demak 99% insonlar kompyuterni buzib qo'yish bilan oxir ustaga olib borib to'g'rilatib kelishi mumkin.
Demak, eng yaxshi Windows qaysi degan savollarga bugun javob berishga harakat qildim. Eng yaxshi Windows men hozir aytib o'taman va e, aytib o'tishim kerak. Eng yaxshi Windows bu Windows 7. Lekin biz majburmiz yana 2 yil ichida eng yaxshi Windows 8.1 deyishga. Chunki o'zi dunyoda 75% insonlar Windows 8.1 ni ishlatishadi, ya'ni 2 yil 3 yil ichida. Hozirda esa eng yetakchilardan biri bu Windows 7. Sizlar bilan albatta Tangirov Sanjar bo'ldi. Keyingi video urug'larda uchrashguncha xayr.